voqea mening 6 yoshimda bo'lgan va mening ikkita kravatim bor edi. Tepasida ukam yotardi, lekin ukam avtohalokatdan keyin vafot etgan. Men bir o'zim kechqurun uxlab yotardim. Bir o'zim juda ham cho'chirdim va bir pas uxlab qoldim va men biroz sal qo'rqib yana uyg'onib ketdim va men po'nni uxlab qoldim. Uxlab qolganimdan so'ng uyg'onib ketdim. Uxladim, bitta o'zim uxlayverdim va bitta shovqindan so'ng uyg'onib ketdim. Uyning burchagi qop-qorong'u, juda ham qop-qorong'u. Men bir ayiqchamga qaradim. U yerda u ayiqcham o'zidan nur taratib turgan edi. Va men har ko'zimni yumganimda kimdir meni uxla deb silardi. Uxla deb silab turardi va men uyg'onib ketdim va qarasam hech kim yo'q. Men yana ko'zimni yumdim. U qo'l men keyin ko'rpamdan yiqirsam yana aytdi. Uxla deb yana aytdi, silaverdi va men 29 yoshimga kirganimda angladimki, u mening onam ekan. U onam 5 yil oldin vafot etgan va otam ham mana.